uyga sifatli, original, yaxshi asfalt nech pul bo'lyapti? Ravshanbek 1 kvadrati deganlarga do'stlar, inshaalloh bugun Oltiariqqa kelganmiz. 380 kvadratli xonadonda shunaqangi zastavkalarni tayyorlab, main asfaltimizdan olib keldik. Hali internetga boshqa kelgandan keyin mindimda Chevrolet asfaltlarimizdan olib kelmaymiz. Do'stlar, bu nimaki Farg'ona asfalt jamoasining asfalti bo'ladi. Bu brend hisoblanadi. Brend deganda nima deganda unaqangi bo'lmaydi. Nimaki shunaqangi main asfaltlar olib kelinadi. Nimaki ertaga bizni yana ishlashimiz bor. Sizlarga bugun ochiq oydon aytib o'tib ketaman. Ko'pincha savol yozishadi, esimizdan ham chiqib qoladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun ko'rayotganlaringizda bu xonadonimizni ham ko'ringlar-da. Bu tomondan ko'rsatib boraman. Ko'rayotgan joylaring 380 kvadratli xonadon bo'ladi. Deganimki, bu tomonlar sheben bo'lgan. Polni o'zi pashti sheben bo'lgan. Shebenning ustiga asfalt bos bermaymiz deganimizda akamiz. Boshqa ustalar sheben aytgan edi-ku, arzon bo'lardi-ku, bunaqa bo'lardi-ku. Sheben do'stlar shildiroq bir-biriga qo'shmaydigan narsa bo'ladi. O'shaning uchun opto tutsa ham yoradi, steyashga qilsangiz ham yoradi, burchatga qilsangiz ham qizitadi, asfalt qilsangiz ham qizitadi. Ya'ni asfaltni hidi chiqadi-ku deganlarga, hali chiqadi, hali o'zini uyida yo'q, lekin gapirishda internetda yozishadi, hidi chiqadi, qizib ketadi deydi ko'pchilik. Bizni nima desam bo'ladi? Mana shu 10 yildan ortiq, 12 yil yurgan bo'lsam, bitamda odam hid chiqyapti deganini eshitmaganmiz. Naborotiga hozirgi kunda bilayotganlaringda oyoq og'riq, bel og'riq, ko'pchilikda oyoq og'riydi, yosh bolalar yiqiladi, bola bo'ladi. O'shani birida bu yaxshi narsa bo'ladi siz uchun. Nimaki zak o'tmaydi oyog'ingizdan, burchatkaga o'xshab kunda 2 mahal yuvormaysiz. Inshaalloh yalangoyoq asrdan keyin yuradigan bo'lsangiz ham maza qilib yurasiz. Oyoq og'riqlar yo'qolganini o'zingiz ham bilasiz. Yosh bolalar yalangoyoq yursa ham so'kmaysiz. Maza qilib o'ynab yuraveradi. Inshaalloh narxlari qancha? 1 kvadrat tayyor bo'lish narxi Ravshanbek deganlarga. Xo'p, Netpisoygini olib berasiz, zasipkasini 5 litrcha benzin olib berasiz. Oxirida sachkani qum kerak bo'ladi, birar motorol kerak bo'ladi. Narxi vodiyda 60 mingdan 65 minggacha bo'lyapti. Oz bo'ladigan bo'lsa, yo'li uzoq bo'ladigan bo'lsa 2 ming, 3 ming, 4 ming so'mgacha qo'shilib qolishi mumkin. 60 mingdan 65 minggacha minimal uy kiradi. Oz bo'ladigan bo'lsa 100 kvadratli olmayapmiz do'stlar. 100 kvadratli ozlik qiladi. O'shaning uchun eng kam 120-130 dan boshlanadi. Vodiy bo'ylab. Toshkent, Samarqand narxini ham aytib o'tib keting Ravshanbek deganlarga. Toshkent, Samarqand narxi 70 mingdan 70 ming so'mgacha bo'lyapti. 1 kvadrat tayyor bo'lish asfalt narxi. Xo'p, metriga ayvonligi uchun bo'lsa 6 sm berilgan, nimaga ayvonni ichiligi uchun berilgan. Hatto 1 metr joy bor xolos o'zi. Bitta pashti mana ko'rayotganingizdek 1 metrcha bor xolos. O gulxonaga tushgan, o'sha 1 metr, 1,5 metrcha bor xolos. Inshaalloh ko'rayotganingizdek, o'sha огородga suv tushadigan qilganmiz, do'stlar. Bag'dikini ham, ag'dikini ham, bu tomonlardikini ham, ko'rayotganingizdek, bu tomonlarda ham suvni masjidga olib kelib tushadigan qilganmiz. Ko'rayotganingizdek, suv qabul qilaladimi deganlarga, albatta bemalol ulgitadi. To'lmaydi ham inshaalloh, xudo xolasa. Ko'rayotganingizdek, bir xilda ko'rinishini ham chiroyli qilib chiqyapmiz do'stlar. Kimgadir shunaqangi asfalt xizmatlarimiz zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoladi. Toshkent, Samarqandnikini bu tomonga qo'yib qo'yaman, Vodiynikini bu tomonga qo'yib qo'yaman. Kelishaveramiz. Ochritlar bormi deganlarga ochritlar bor. Chiroyli qilib beramiz do'stlar. Bloger basbas qo'yib ketaveraman videolarni, siz layklarni unutmaysiz. Bo'ldi do'stlar. Do'stlarga, sindoshlarga otib qo'yasiz. Burchatkani ustidan asfalt bossa bo'ladimi deganlarga bossa bo'ladi. Steyashga burchatga asfalt, tivasdan ham asfalt qilib beramiz. Xo'p, o'shaning uchun do'stlar obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa videolardan quruq qolmaysiz inshaalloh. Manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hammalaringiz sog' bo'linglar.